Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Nima javob sizni? Endi g'alaba, oyoqda g'alaba bor. Tizza. Hop. Keyin bel sohasida anchagina bor. Qachondan bezovta qiladi? Buni qachondan anchadan beri bezovta qiladi bu. Bu yoshlikdan menimcha bu yoshlikni asoratimi bir og'ir yuk ko'targan bir paytlari. Men hozir shundan ko'rdim. Chunki og'riq shu eski og'riqni berdi-da. Og'ir ko'targanmiz boyaga. Umurtqada qiyshayib ketibdi. Ha, bu. O'sha hisobiga ham og'riq beradi pastga. Biz insonni biomexanikasi yaxshi ishlamasa, boshqa og'riqlar kelib chiqadi. Yiqilmaganmisiz? Yo'q, yiqilmagan. Meni dumg'azingiz qiyshayib ketibdi-da. Yiqilmaganman, lekin og'ir yuklar ko'p ko'targanman-da. Nagruskalar. Nagruska. Dam olmasdan ishlaganmisiz? Dam olmasdan ishlagan vaqtlarim ham bo'lgan. Uyqularingiz yaxshimi? Uyqu, Xudoga shukr, uyqu yaxshi. Nechida uxlaysiz? Hozir televizor bor, ko'p kech uxlayman, 11, 12. 11-12 ham anaqada kechda juda ham. Kechmi? Kech. Soat 10da uxlagan bo'lishingiz kerak. Agar tuzalmoqchi bo'lsangiz, soat 10da uxlash kerak. Ertalab shu bomdodgacha bemalol ovqat uxlash kerak. Shu ertaroq shu vaqt ichida odam organizmi tiklanishga harakat qiladi. Tiklanish protsessi bo'ladi shu paytda. Agar uyqumiz yaxshi bo'lmasa, boshqa kasallik ham kelib chiqadi. Necha yil bo'ldi bu sizni bezovta qilayotganingiz? Tak, hozir bir 5 yillar bo'ldi. Ikkita MRT qildirdim. Boshqa lecheniya olganmisiz? Yo'q. Operatsiya qilamiz dedi, operatsiyaga bolalar ko'nmadi, qo'ying dedi, operatsiya qanday bo'ladi? Boshlang'ich belgilar. Sizni 100% operatsiya deb yozishibdi mana bu yerda. Tak. Yozilishi, ha? Endi kurs lecheniya olsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Biomexanikangiz to'g'rilaymiz, pay bo'g'imlarni ishlatamiz. Sahringiz yo'qmi? Sahr yo'q. Topshirganmisiz oldin sahr? Yo'q, hech tekshirtirmagan sahr yo'q u deymanda. Belgilari yo'qmi? Og'iz qurishlar? Yo'q, og'iz qurish, oyoqni tortib qolishdi, barmoqni tortib qolishlari. Endi masalan zakda, agorodda ko'p ishlagan paytda sovuqdan ham bo'ladi, bu payt uyish, tortish bo'ladi. Endi shular uncha sahr menimcha yo'q, hech tekshirtirmaganman, lekin yo'q deb o'ylayman. Chunki sahr borlar eshitaman, bir yer kesilib ketsa ham, boshqa bo'lsa ham tuzilib bitish qiyin bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'ta chanqab ham ketavermayman. Qarang, mana bu yerda umurtqangiz qiyshayib ketgan ekan. Ko'rib shundoq o'zidan turgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda dumg'azi ham qiyshiqda. Shu o'tirib yiqilib qolmaganmisiz? Hech ishlamayman, yiqilib qolgan. Endi men yaqinda demoqchi emasman, bu ancha yildan beri davom etgandi. Keyin dumg'azani ko'pchilik bezovtasini o'tirganda bezovta qilsa, bu tuzatish kerak yoki lecheniya olish kerak deb o'ylashadi ko'pchilik. Lekin yo'q, bu xato narsa-da. Faqat o'tirganda emas, bir xilla yuradi, dumg'asiz qiyshiq, lekin belda og'riq ketmaydi hech qachon. Dori olsa ham ketmay qoladi, mana shuni to'g'rilamaguncha. Buni ko'p kuzatganmiz biz. Insonni biomexanikasiga ham buni ta'siri bor. Hozir men sizga bir narsada, men 80-yillari birinchi o'rislarda bitta gap bor, nadarvosa deydi-ku, zo'riqqan. Nadarvosa deydi. Mana shunda bir yosh edim, qoshni ko'tarib transheda olib tashlashga debdi. Bor, bunday qilsa ko'tarilmadi. Keyin qattiqroq qilgan payt bu bel qart, shu paytda qart deydi. Shu birinchi og'rig'im shu-da. Shu 80-yil bo'lsa 17-18 yosh bo'lganman. Reski qattiq ko'tardim-da, uncha-muncha yukni bemalol ko'tarardim. Nima ko'tarolmayman buni deb o'zini bo'sh qo'yib ko'targan ekanman. Agar sal press bo'lganda bunday bo'lmadi. Pressim qart etib shuni qotib qoldim. 10 minutlar o'zim tikka qolmadim. Qarni keyin press qilib sekin-sekin nafas olishlarim yaxshi, keyin tikka o'tdi. Yoshmiz-ku payt o'tkazib berdim. Orada shu redka ushlab qolaman. Futbol o'ynayotgandan endi chiqqan payti ushlab qolishim qimlatmay qo'yadi. Shu redka bo'ladi. Shu yo'q bo'lib ketdi keyin. O bezovta qilmay qo'ydi. Oradan necha yillar o'tdi. Yani endi boshlayapti. Ana shu og'riq hozirgi shu belda hozir
shu o'mirtqada bitta joyi qisib qolganmi, mana shunday chiqayapti-da, beldan shu o'ng tarafdan mana bidro tars mana shu oyoq uchigacha Sizlar ham tamshab qoladi-da. achchiq Spazm bo'ladi masalan. bir oy bo'ldi. Men aytdim, organizm o'zi chidasin, o'rgansin deb. O'rgansinmi, charchab turibsiz o'zi. Yo'q. Charchab ketibdi-ya. Xudo xohlasa kecha yaxshi bo'ldim nimagadir. Lekin mana achib ketgan narsa endi kamaydi. U baribir mencha massaj bilan yo'q bo'ladimi dedim-da, ya. Endi sekin-sekin joyiga tushiramiz buni. Lekin holat mana bu yerda ancha og'irroq. Bunga baribir vasstanoviyaga vaqt ketadi. Vaqt ketadi albatta. Kursni olasiz to'liq 5 kundan 7 kungacha. Birinchi kurs tugagandan keyin 20 kun dam olasiz, yana kelasiz ikkinchi kursga. Endi 100% bor vasstanoviyaga bo'lishi qiyin deyman-da. Endi harakat bo'lim. Bu yog'i o'zizga ham bog'liq. Shunday 100% hech kim garantiya bermaydi hech qayerda. U yoq o'zingiz qo'lingizga bog'liq. ishlab qo'yapman-da men. Lechina paytda ozam dam olish kerak ozgina odam. Kim biladi, sal yaxshi bo'lsam chiqib ketib qolaman. Yo'q, qo'ying deb qoladi. To'g'ri, odam sharoit qarab ish qilish kerak. O'rganganimizda mehnat qilib yomon o'rgangan. Endi to'g'ri, mehnat yaxshi, lekin sizni holatingizda, sostaningizda ozgina dam olish kerak. Lechina paytda. Organizmga vaqt kerak, tiklab olishga. Shunday ekan. Agar tinmay resurs ishlatursangiz, organizm charchab qoladi. Istashini bo'lyapti. Keyin orqaga qarab ketib qoladi yana. O'shanisi ham bor. Bu yog'i o'zingizga ham bog'liq. Biz bu yerda sababini qilamiz. Bu yerda sizga o'zingizni qo'lingizda emas. Shunday Qolish, albatta. lechina olish, misol uchun, tuzalib ketish sizni ham qo'lingizga.